Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz elektroliz jarayoni haqida o'rganamiz. Demak, elektroliz bu elektr toki orqali eritmalarda oksidlanish, qaytarilish reaksiyasi ketishi hisoblanar ekan. Eritmada ionlar mavjud. Ushbu ionlar elektr zaryadlarini tashuvchi zarrachalar hisoblanadi. Elektrolit bu suvga solganda yoki suyuqlikka solganda dissotsiyatsiyalanuvchi va ionga ajraluvchi moddalar hisoblanadi. Misol uchun, bu yerda suvga bizlar natriy xlor, ya'ni odatda oq kristal qattiq moddani solgan paytimiz suvda eriydi, natriy va xlor ioniga ajraladi. Elektrod bu yerda tokka ulangan moddalar, masalan, mana katod va anod bu yerda karbon bo'lishi mumkin, grafit bo'lishi mumkin, ya'ni tok manbaiga ulangan moddalar hisoblanadi. Katodga, mana bu yer katodga nima bor ekan? Katodga aytyapti, musbat zaryadga ega bo'lgan ionlar boradi. Misol uchun, natriy ioni bilan vodorod ioni boradi. Anodga esa xlor bilan OH, ya'ni kislorod ionlari borishi mumkin. Bu yerda ionlar mavjud bo'lishi mumkin. Demak, ikkita mana elektrodlar atrofida reaksiya ketayotgan, buni atrofida qaytarilish, buni atrofida oksidlanish reaksiyasi ketadi. Biz tokni qo'shganimizda natriy ioni boradimi, qaytarilish uchun yoki vodorod ioni boradimi? Shu savol tug'iladi va mana bu yerda mana berilgan metallarning aktivlik qatori. Bu yerda mana yuqori aktiv metallar, pastga qarab passiv metallar boraveradi. Mana vodorod, mis, kumush juda passiv metallar. Mana bu yerda aytyapti, qaysi passiv bo'lsa birinchi boradi deb aytib o'tyapti. Demak, bu yerda passiv vodorod hisoblanadi ekan. Vodorod pastda, natriy tepada aktiv. Vodorod passiv. Bu yerga boradi mana. Natijada mana bu yerda reaksiya ketadi, yana qaytarilish reaksiyasi ketib, vodorod ioni mana ion qabul qiladi, tokni ionni qabul qilib, o'zi vodorod gaz ko'rinishida chiqib ketadi. Elektr tok orqali bo'lyapti ushbu reaksiya mana katod atrofida. Mana ko'rsatib o'tyapti. Natriy borga yo'qadi. Metallarning aktivlik qatori juda muhim bu yerda. Passiv metallar birinchi boradi eritmada. Endi anod atrofida esa oksidlanish reaksiyasi ketadi, ya'ni elektr tok orqali. Bu yerda mana OH ga qaraganda xlor ioni deyapti, kuchliroq deyapti, ya'ni oksidlovchi hisoblanadi deyapti va mana bu yerda reaksiya ketyapti-da, nima hosil bo'lyapti? Xlor ionidan xlor gazi hosil bo'ladi. Demak, eritmada vodorod gazi va xlor gazi chiqyapti. Ya'ni shu suv eritmasidan vodorod va xlor gazi chiqyapti birinchi reaksiyada. Endi mana bu boshqa bir tuz hisoblanadi. Mis sulfat tuzini solganimizda bu ham dissotsiyatsiyalanib elektrolit ionlarga ajraldi. Endi savol, bu yerda katodga vodorod boradimi yoki mis boradimi deb aytib o'tyapti. Qaraymiz, mana vodorodga qaraganda mis juda ham passiv, demak eng passiv bo'lgan metal mis boryapti deb tasavvur qilamiz bu yerda, eritmadagi passiv metal va mis katod atrofida qoplama hosil qiladi. Mana misning ketish reaksiyasi. Kumush sulfat bo'layotgan bo'lsa, kumush boradi bu yerga. Chunki kumush misdan ham ko'ra passiv. Qaysi passiv bo'lsa, o'sha metal birinchi boradi katod oldiga reaksiya ketadi. Mana mis qoplamasi hosil bo'lyapti. Anodda esa oksidlanish reaksiyasi ketadi. Kislorod boradi. Kislorod chunki kuchli oksidlovchi hisoblanadi. Mana OH ioni kislorod manbai hisoblanadi bu yerda. Sanoatda toza mis xuddi shunaqa olinadi. Ya'ni mis sulfat ko'rishgan eritmalarni elektroliz qilish orqali mana katodga toza qoplama hosil bo'ldiki, shuni katod chiqaradi, tozalab oladi, bo'ldi, toza mis. Endi savol tug'ilishi mumkin. Sanoatda kaliy, natriy, litiy, kalsiy, magniy, alyuminiy kabi metallar qanday olinadi? U ham elektroliz jarayonlari orqali olinadi. Qanaqa qilib? Misol uchun biz sho'r suvni elektroliz qilyapmiz. Boshlang'ich reaksiya sifatida vodorod chiqyapti mana. Xlor chiqyapti bu yerdan va nima ion qolyapti? Natriy bilan OH ioni qolyapti eritmada. Lekin bundan tashqari suv mavjud, ya'ni suvda vodorod bilan OH ioni mavjud degan, ortiqcha suv bor. Yana elektroliz qilaversak, qolib ketgan suv ham elektrolizga uchraydi, vodorod bilan kislorod ajralib chiqib ketadi va oxirida natriy ioni bilan faqat OH ioni qoladi. Oxirida. Va uni ham ya'ni tok bilan elektroliz qilaversak, oksidlanish qaytarish reaksiyasiga uchrataversak, mana bu yerda xuddi misga o'xshab natriy borodda qoplama hosil qiladi katodda.
tomonda esa gaz hosil bo'laveradi, ya'ni kislorod gazi hosil bo'lib chiqib ketaveradi. Natijada toza natriy mana shu katodga yig'iladi va katod chiqarilib olib, toza natriy tozalanib olinadi. Litium, kalium, kalsium, alyuminiy sanoati xuddi shunaqa qilib olinadi, elektroliz qilinib, oxirigacha elektroliz qilinib olinadi.